Assalomu alaykum. Kunning asosiy voqealari haqida odatdagidek kundalik xabarnomamizda. Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Donald Tramp chorshanba kuni AQSh va Isroilning Eronga qarshi olib borayotgan urushi tez orada tugashini ma'lum qildi. Uning so'zlariga ko'ra, berilgan zarbalar natijasida mamlakatda nishonga olish uchun deyarli hech narsa qolmadi. Men qachon tugashini xohlasam, o'sha zahoti tugaydi, dedi prezident Tramp Axios nashriga urush tugashi haqida berilgan izohida. Tramp urushni tugatish qarori faqat uning ixtiyorida ekanligini alohida ta'kidlagan. Vaholanki, bundan biroz avval u urushni yakunlash bo'yicha har qanday qaror Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu bilan o'zaro kelishilgan holda qabul qilinishini aytgandi. Isroil va AQSh rasmiylari nashrga bergan ma'lumotga ko'ra, ular urush kamida yana 2 hafta davom etishiga tayyorgarlik ko'rmoqda. AQSh markaziy qo'mondonligi qo'mondoni Brett Cooper shu kungacha ular tomonidan amalga oshirilgan harbiy harakatlar natijalarini ochiqladi. Unga ko'ra, Eronda 5,5 mingdan ortiq nishon yo'q qilingan, 60 dan ortiq kema, jumladan Sulaymoniy toifasidagi barcha harbiy kemalar yakson qilingan. Shuningdek, Eronning harbiy dengiz floti va sanoat bazasi keskin darajada zaiflashtirilgan. 11-mart kuni kechqurun Hizbulloh guruhi va Isroil o'zaro zarbalar almashdi. Xususan, chorshanba oqshomida Hizbulloh Isroil shimoliga o'nlab raketalar uchirganini va bu hali davom etishini bildirdi. Livan xavfsizlik manbalari 100 dan ortiq raketa uchirilganini tasdiqladi. Isroil mudofaa mulozimining so'zlariga ko'ra, Eron va Hizbulloh birgalikda raketa hujumini amalga oshirgan. U buni urush boshlangandan beri Isroilga qarshi ilk muvofiqlashtirilgan harakat deb atadi. Isroilning Nosira shahri shimolida havo hujumidan mudofaa tizimlari raketalarni tutib qolishi natijasida o'nlab portlashlar yuz berdi. Isroil tez yordam xizmati 2 kishi yengil jarohatlanganini bildirdi. Bayrutdagi javob zarbalari Hizbulloh hujumidan deyarli darhol keyin boshlandi va shahar bo'ylab ketma-ket portlash tovushlari eshitildi. Isroil harbiylari 30 daqiqa ichida Hizbullohning 10 ta inshootiga, jumladan Rizvon elita bo'linmasining shtab-kvartirasiga zarba berganini aytdi. Payshanba tongida Livan Sog'liqni saqlash vazirligi Bayrut qirg'og'iga berilgan zarba oqibatida kamida 8 kishi halok bo'lganini ma'lum qildi. Isroil 2-mart kuni Hizbullohga qarshi keng ko'lamli hujum boshlagan edi. Bu harakatlar Eron oliy rahnamosining o'ldirilishi uchun qasos olish maqsadida Hizbullohning jangga qo'shilishi ortidan boshlangan. Livan rasmiylariga ko'ra, Isroil zarbalari natijasida Livanda 600 dan ortiq odam halok bo'lgan va 800 ming kishi o'z uyini tark etishga majbur bo'lgan. Seshanba kuni Ispaniya Isroildagi elchisini doimiy ravishda qaytarib oldi. Bu qaror Ispaniya, AQSh va Isroilning Eronga hujumlarga qarshi chiqishi ortidan ikki davlat o'rtasidagi diplomatik qarama-qarshilik keskinlashgan bir sharoitda qabul qilindi. Aslida elchi o'tgan yilning sentyabr oyida Isroilning G'azodagi harbiy amaliyotlari sababli yuzaga kelgan diplomatik nizo fonida chaqirtirilgan edi. O'shanda Ispaniya hukumatı o'z portlari yoki havo hududi orqali Isroilga qurol tashiydigan samolyot va kemalarning o'tishini taqiqlovchi choralar joriy qilgan. Isroil tashqi ishlar vaziri Gideon Saar esa bu harakatni antisemitizm deb qoralagandi. Seshanba kuni Ispaniya o'zining rasmiy gazetasida elchi lavozimi tugatilgani haqidagi bildirishnomani e'lon qildi. Ispaniya tashqi ishlar vazirligi Tel Avivdagi elchixonaga yaqin kelajakda muvaqqat ishlar vakili rahbarlik qilishini ma'lum qildi. Isroilning Ispaniyadagi elchixonasi ham hozirda muvaqqat ishlar vakili tomonidan boshqarilmoqda. Isroil o'tgan yilning may oyida Ispaniyaning Falastin davlatini tan olish haqidagi qaroriga norozilik sifatida o'z elchisini qaytarib olgan. AQSh va Isroilning Eronga bergan zarbalardan so'ng keskinlik yanada kuchaydi. Port dengiz xavfsizligi va xavf-xatarlarni tahlil qilish kompaniyalarining xabar berishicha, portlovchi moddalar bilan to'ldirilgan Eron qayiqlari Iroq suvlaridagi 2 ta yoqilg'i tankeriga hujum qilgan. Natijada kemalarda yong'in chiqqan va chorshanba kuni ekipajning bir a'zosi halok bo'lgan. Iroq davlat axborot agentligining xabar berishicha, bu hujumlardan keyin Iroqning neft portlari o'z faoliyatini butunlay to'xtatgan, ammo tijorat portlari ishlashda davom etmoqda. Qutqaruv guruhlari boshqa dengizchilarni qidirishyapti. AQSh va Yevropa bilan bog'liq kemalarga qilingan bu so'nggi hujumlar mojaroning yanada keskinlashganidan dalolat beradi. Urush boshlangandan buyon mintaqada zarba berilgan kemalar soni kamida 16 taga yetdi.
Eron inqilobiy gvardiyasi Hormuz bo'g'ozidan o'tayotgan har qanday kema nishonga olinishi haqida bir necha bor ogohlantirgan edi. Bundan oldinroq Tailand, Yaponiya va Marshall orollari bayrog'i ostida kemalar nishonga olingan. Eron tomoni tarqatgan xabarda bu kemalarga Eron qiruvchilari tomonidan o't ochilgan. Bu inqilobiy gvardiyaning to'g'ridan-to'g'ri to'qnashuvga kirishganidan dalolat berishi mumkin. Xitoy mamlakatdagi 55 etnik ozchilik guruhlari o'rtasida umumiy milliy o'zlikni shakllantirish to'g'risidagi qonunni qabul qilmoqda. Tanqidchilarning ta'kidlashicha, bu qadam Han Xitoylariga kirmaydigan xalqlarning o'zligiga yanada putur yetkazadi. Ushbu birlikka qarshi chiqqan har qanday shaxsni qonun bilan jazolanadigan separatist deb e'lon qilinishi mumkin. Etnik birlik va taraqqiyotni rag'batlantirish deb nomlangan mazkur hujjatda Xitoy tili maktablarda ta'lim berishning, shuningdek hukumat va rasmiy ish yuritishning asosiy tili ekanligi belgilab qo'yilgan. Barcha joylarda unga ustunlik beriladi. Qonun loyihasiga ko'ra, diniy maktablar, guruhlar va ibodatxonalar dinni xitoylashtirish yo'nalishiga amal qilishlari shart. Shuningdek, qonun etnik guruhlar o'rtasida nikohlarni ko'paytirish maqsadida millati, urf-odati yoki diniga ko'ra nikoh tanloviga har qanday aralashuvni taqiqlashni ko'zda tutadi. Tahlilchilarning aytishicha, ushbu qonun ozchilik millatlar uchun assimilyatsiya, singib ketish sari tashlangan qadamdir. Xitoy oldindan qilib kelgan ishini faqat qonuniylashtirib olmoqda, deydi ekspertlar. Xitoy shuningdek tashqaridan mamlakatga qarshi etnik birlikka putur yetkazuvchi yoki ayirmachilikni keltirib chiqaruvchilarni ham javobgarlikka tortmoqchi. Xitoyda rasman 56 tan olingan etnik guruh mavjud. Etnik ozchilik aholi tibetliklar, mo'g'ullar, manjurlar va uyg'urlar Xitoy hududining qariyb yarmini egallagan tabiiy resurslarga boy mintaqalarda istiqomat qiladi. AQSh energetika vaziri Chris Wright Erondagi urush natijasida oshib ketgan neft narxini pasaytirish maqsadida mamlakat o'zining strategik zaxirasidan 172 million barrel neft chiqarishini ma'lum qildi. Wrightning ta'kidlashicha, ushbu chora 32 davlatdan iborat xalqaro energetika agentligi tomonidan kelishilgan jami 400 million barrellik keng ko'lamli neft chiqarish rejasining bir qismidir. AQSh neft zaxiralarini chiqarish keyingi haftadan boshlanadi va barcha hajmni yetkazib berish taxminan 120 kun davom etadi. Chorshanba kuni prezident Trampdan strategik neft zaxirasining quyi chegarasi haqida so'ralganda, u Washington zaxirani biroz kamaytirishini aytdi. Energetika vaziri esa Qo'shma Shtatlar kelgusi yil davomida bu strategik zaxiralarni taxminan 200 million barrel ortig'i bilan to'ldirish choralarini ko'rib bo'lganini bildirdi. AQSh va Isroil 28 fevral kuni Eronga qarshi boshlagan urush butun dunyo bo'ylab moliya va xomashyo bozorlarini larzaga keltiryapti. Bugunchalik bizda shu. Ko'rishguncha.